Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Yaxshimisizlar? Kelayotgan Qurbon bayrami barchamizga muborak bo'lsin. Mana diniy idora tomonidan, Tramp prezidentimiz tomonidan juma, shanba, yakshanba kunlari dam olish deb e'lon qilindi. Barchamiz maza qilib oila davrasida mana shu bayramni maza qilib nishonlaymiz degan umiddaman. Kitob sevarlarga esa mana shu kitobni o'qib, mana 4 ta bu kitob 300 ming so'mga sotib oldim. Maza qilyapman, ko'p narsa olyapman. Bu kitobni ko'rsatishimdan maqsad din vakili bo'lasizmi, bloger bo'lasizmi, o'zingizdan nimadir yasab olgansiz. Muxtor Ali, bu sizga ikkinchi raddiyat bilan chiqishim. Ana shu kitobni ta'rif qilgan insonni g'iybat qilib chiqibsiz. Qo'ying endi kitobni yoshlarda telefondan, faxsh narsalardan, har xil g'oyalardan chalg'itib kitobga yo'l burayotgan odamning yo'lini to'smang. Siz nima qilib qo'ydingiz O'zbekiston uchun? 907 sizga murojaatim. Gapirib chiqing, 18+ atini batini ko'rsatayotgan, keyin boyligini maqtayotgan, xalqni puliga, xalqni tadbiriga, xalqni marosimiga borib boy bo'lib olib, kecha gado edi. Bugun endi puli ko'payib olib, o'zini osmonda tutayotgan, xalqni oyog'ini ustida ko'rsatayotgan madaniyat xodimlari bor bitta ikkita. TikTok, Instagram, Facebookda har xil joyini ochib ko'rsatyapti. Ana shularni bir tartibga solib qo'ying, qo'lingizdan keladimi? Qo'ying endi bitta kitobga ta'rif qilgan odamni ham g'iybat qilsangiz, din vakili bo'lib turib, siz dinni tushunib turib, shunaqa qilsangiz biz nima qilaylik? Sizlarni hurmat qilamiz. Aytgan gaplaringni qilyapsiz, lekin qilayotgan qiliqlaringni qilmaymiz-da biz. Chunki biz bir taraflama odammiz. Zotim shunaqa, men bir taraflama odamman. Boyga ham, kambag'alga ham bir xil gapiraman, amaldorga ham. Siz endi vaqti bemahal o'zgaruvchi odamsiz. Menga aloqaga chiqing, telefon nomerimni qoldirganman. Kimlarga nima qilishingizni, kimlarni gapirishingizni men sizga spiska qilib beraman. Qani gapiralarmikinsiz? Qo'lingizdan kelsa shu madaniyat xodimlarini, TikTok, Instagramda millatimizni yerga urayotgan pul uchun ular vatan hozir tanasini ko'rsatyapti. Millat harom qilyapti, yoshlarning ongini buzyapti pul uchun. Ana shularga ham bir gapirib chiqingchi, qo'lingizdan kelsa. Sizga hurmatim cheksiz edi. Dinni tushunadigan zo'r insondirdim. Lekin bora-bora ko'ryapsizman uni. Teshikkulcha deyladimi, nima deyiladi? Nol deyiladi. Bora-bora soni boryapti. Meni gapimni eshitayotganlar tarqatib Abror Ali, Muxtor Aliga yetib borsin. Bir ko'rib menga chiqsin, men vodiyni, Farg'onani, Toshloqni bir jaydar yigitiman. 907 menga telefon qiling. Men sizga ro'yxat beraman, kimga tosh otishingizni ko'rsatib beraman. O'shalarga tosh otib ko'ring bir. Qo'lingizdan kelsa. Sharamas qo'lingizdan keladiganga o'xshab turibsiz. Sog' bo'ling Abror Ali aka. Bir taraflama va bitta bo'ling. U yog'iga ham, bu yog'iga ham o'ynamang. Bitta inson bo'ling. Necha yil yashaymiz, bir marta kelib ketamiz hayotga. Bayramni yaxshi o'tkazib olinglar.